Men ismim Janob Kloun. Men yillar davomida faqatgina yaxshilik qildim. Bolalarga sovg'alar ulashdim, ammo o'sha la'nati bolakay meni o'z qizimni, onasidan yodgorlik bo'lib qolgan qizimni o'ldirib tashladi va men bunga qarab tura olmayman. U meni qizimni qanchalik qiynab o'ldirgan bo'lsa, men ham uni shuncha qiynab o'ldiraman. Siz videoga kirdingiz, videoga xush kelibsiz va albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoni boshidagi hikoyani menimcha siz ham eshitdingiz. Hikoya boshida Kloun o'z qizini qandaydir bola o'ldirib ketganligini aytgandi va aynan o'sha bola men edim. Va Kloun yashovchi qishloqdan men ancha yillar oldin ko'chib ketdim, chunki u meni o'ldirishga harakat qilmoqda va har qachon u meni topib olishi mumkin. To'g'risini aytadigan bo'lsam, sizlar menga savol berishingiz mumkin. Nega aynan sen Klounning qizini o'ldirding? Bilar edingki Kloun xavfli ekanligini deb. Klounning qizini o'ldirishimdan maqsad bir dona edi. Klounning qizi hech kimga zarar bermaydi dedi. Lekin aslida u meni har doim kechasi uxlashimdan oldimga kelib, qo'rqitishga harakat qilardi. Eng yomon tarafi, u qo'rqitishga kelganda hech qanaqangi zararsiz qo'rqitmas edi. U doim biron narsa qilardi, yoki qo'limni sindirib ko'rardi, yoki yana qandaydir boshqa ishlarni qilib ko'rardi. Va men bularga yakun qo'yishga harakat qilib, uni o'ldirib yubordim. Eshitishingiz bo'yicha, Kloun endi meni o'ldirishga kelyapti va men undan ancha uzoqqa ketishim kerak va ancha-muncha uzoqda o'zimga xavfsiz bo'lgan bazani ham qurishim kerak. Okay, biz o'zimizga joy topdik. Ha, desam men joyga qursaymikin yoki qurmasaymikin. Bilmadim, yana ozgina yuraylikchi. Aynan mana joy toparmiz. Qanaqadir orolda spam bo'lganmizmi do'stlar? Va biz do'stlar ancha-muncha vaqtdan keyin qidirib topdik, lekin bu biz o'ylaganchalik qishloqmas ekan. Okay, ovqatlarni yig'ib olishimizga, chunki bizga juda ham ko'p ovqat kerak bo'ladi. Do'stlar, agar sizlar ham videolarimda qatnashish xohlasanglar, hozir kommentariyada yozib qoldiringlar. Men ham siz bilan qatnashgim kelyapti. Meni ham videoyozga olib kiring deb. O'shanda men harakat qilaman sizlarni videoga olib kirishga. Ajoyib, va biz temirlarga ega bo'ldik. Ana endi temirdan hozir men bitta narsa yasayman. O'sha kechqurun tushyapti. Uy qurmadik biz hali. Ratto olaman, menga kerak bo'ladi. Bu sandiq ichida let's go, bizga kerak narsalar bor ekan. Kloun meni u qishloqdan ham topdi. Shuning uchun u yerlardan qochib ketdim. Men tarafga qarab ketdik. Yugur. Oy, qaranglar do'stlar, ko'karib ketdi. Bilmayman nimaga. Bolasi bor ekan. Mana shu joyga uqramiz. O'lib ketmasam. Tot. Men ham o'ldirishga buyoqqa. O'ldirdim. Kloun paydo bo'ldi. Mana do'stlar. Yo, nima qotdi bu? Faqat sol. Yo'qol. Yordam bering, brat. Yordam bersangiz-chi o'ldirib qo'yadi hozir meni. Yordam bering, brat. O'lib ketaman hozir. Hozir ishni. La'natlar. Buncha ko'p spam bo'ladi. Buncha ko'p tez o'tadi. Buni javodi bunchalik emas-ku. Ana o'zi turibdi. Gaplashamiz o'zi bilan. Nima qotdi? Nima qos, brat? Brat, yugurmang, nima qos, brat? Orqangizni ko'raylik. Buncha ko'p spam bo'ladi. Nima qotdi, brat, bu yerda? Oh my god. Buncha bu. Bedrockda buncha ko'p spam bo'ladi bular. Brat, yordam berib yuboring, men uni o'ldirishga. Anqa yurmasdan. Brat, qayerga ketyapsiz? Yo'q, hali. Brat, siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Nima qilmoqchisiz bu o'zi? Nima ham bunaqa qopishib olgansiz, brat? Kimdir o'g'irlab ketmoqchimisiz yo? Brat, kimdir o'g'irlab ketmoqchilar, bilaman men. Orqaga qaramang, brat, orqaga qaramang. Qaramang orqaga. Nima qilmoqchisiz, brat? Nimadir o'yin o'ynaymizmi? Siz bilan. Sen o'ynaladigan o'yinni o'ynab bo'lgansan. Nima qilsak bo'ladi siz bilan, brat? Sen qilgan ishing uchun javob berasan. Ursam qochib ketyapti. Qo'rqoq. Urishmaysanmi? Qo'sham. Sen urwanman. Fire, urwanman men seni. Urwanman. Urvaraman, Haka, qochma. Qo'rqoq. Faslni tagida hasil. Endi sen bu yoqqa kel. Nima bu? Qizim paydo bo'libdi, plus. U meni qizim emas, u qizimni ruhi. Ahmoq, sen uni o'ldirgansan. U qamalamini oladi endi. Yo'q, ko'z yorib ketdi. Qiz bilan kelyapti, plus. Sizlar termometrlar endi. Zaynab, ko'ryapsanmi, hattoki hayvonlar ham kimga zarar berishni biladi. O'lib ketaman. Senga o'sha payt qizim ham xuddi shunday gaplarni aytgandi, lekin quloq solmaganding. Nega endi men senga quloq solishim kerak? Toki o'lmaguningcha men seni qiynayveraman. Qayta o'lasan, qayta tirilasan. O'ldirib qo'ydi. Plus. Yo'qol, Zayn. Urmaylar, brat. Qanchalik og'riqli ekanini endi his qilyapsanmi? Urmaylar, rahminglar kelsin, urmaylar. Balki sen kechirim so'rarsan. Urmay turing, brat. Kechirimning foydasi yo'q. Ko'tmasiz, urmang. Shu gaping uchun battar uraman. Mashtiyasi o'li, tinchgina. Nima deb o'ylaganding? Otasi kelib olmaydi deb o'ylaganmiding? Demang. Tinch qo'ymayman, seni endigina o'ldiraman. Brat, ko'tingizga siz. Ko'zingizga. Nima deding? Kelmang, brat.
Biroz Sen meni shoshmay qizimni ham turing. o'ldirding. Bir sekund shoshmay turing. Va endi o'zimni ko'kka Shunaqa narsani yasa chiqaryapsan. oling, keyin birga Qanaqasiga men kurashamiz, senga o'ynaymiz. tegmasligim mumkin. O'zing xohlagan ishingni qil, lekin baribir qochib qutulolmaysan. Nima? Voy, Shu yerda voy. berkinmoqchi bo'ldingmi? Imkoniyating yo'q bolakay. Qopqonga tushding. Qopqonga tushdi. Qopqonga tushdi. O'ldiraman masalan. Judayam oson o'lim topasizlar. Judayam. O'tkiningni qistir skelet. Battar bo'lish. Nima bizni tepaga chiqolmaydi deb o'ylayapsanmi? Ur, yaxshilab ur. Keyin men uraman. Hey, ot, nima to'sib yotsan bularni? Urmasin deb. Olmaydi deb o'ylaganda. Endi qiz bilan urishim kerak. Sen kim bilan urushayotganingni his qila olmaysan. Men oldimda. Hey! Qiz Hattoki yo'qdi. qizim mendan tezroq. Ikkilanmaya, ikkilanmaya. Qo'shiningni to'xtat, ahmoq. Ikkilanmaya. Qizim bunday gaplaringni gapirma. Men borman, sen bor. Anangni katta xolasi eslagirlarda tog'asi. Onasidan kechishni boshladingmi? Ha, oson deb o'ylaganding, qochib ketishdi. Ko'tarib oldi plos. Hech qachon qochib qutula olmaysan. Yo'qolay. Qizimni o'ldirma. Qalay? O'ldirma uni. Qalay jipriq? O'ldirma. Jipriqingizni yo'qoting. Siz qoching, pichoqni yig'ishtirib turmayman, jipriqingizni o'ldirib oling. Jipriq, bo'ldi. Jipriqdan qutuldik. Pichoq ko'tarib kelishni qaranglar. Senga bir juda ham zo'r narsani ko'rsataymi? Nimani chalyapsiz sen, o'zicha? Keling. Oldimga kel. Uni nimaga bu yoqqa? Bilasanmi nega sen meni o'ldira olmayapsan? Chunki sen ruhan kuchsizsan. Men esa ruhan sendan kuchliroqman. Mana endi harakatingni qilaver. Urib olish. Baribir foyda bermaydi. Baribir o'lib ketasan. Buncha buni o'lish qiyin. Hayotda o'lim nimaligini sen totib ko'rmagansan shekil. O, Men o'lmayapti birinchi bu. marta o'lishim emas. Joni qancha bu kloninglarni? Ikkinchi marotaba o'lishim. Pichoq ko'tarib olib ketmay quyilibdi bu la'nati. Qoch. Menda hatto yurak degan narsa yo'q. Nima xohlaysiz bratmandan? Miyaginangga ot debsan, ahmoq, sen qizimni o'ldirgansan. Boydan beri nega men senga tegyapman? Endi umuman boshqachasiga boshlanadi. Sen meni sekin deb o'ylaganding, lekin men sekin emasman. Men ahmoqman. Men shunchaki odamlarni o'ldirishni xohlayman. Oldimga kel, yaramas bolakay. Qochib qutulishni oson deb o'ylama. Men sendagilarning mingtasini o'ldirganman. Sen mendan qochib qutulish tugul, uzoqroqqa ham keta olmaysan. La'nati bolakay. Yo'q, la'nati. Men seni oxirgi marta o'ldiraman va tinch qo'yaman. La'nati bolakay. Va men endi seni tinch qo'ydim. Bu bilan klon o'z qasosini oldi. Yoki olmadimi kim?